Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Maverdi rahmetullahi aleyhinki Edebuddin namlı kitabıda biz bugünkü dersimiz İmam Maverdi'ninki tövendiki söz arkalık başlandı ve emmel aklul mukteseb. Hem de bu ügünülgen kesbi akıl. Ügünüş ve tecrübeler arkalık iyenlenme akıllı kelsek bu mu? Tug'ma aqlninki neticesi. Bu butunlay şu bilish ma'rifatninki nihoyat ya boshqa nusxada nihoyat deb kelgan, mana nusxada saqoba deb kelgan. Shundaqla u to'g'ri bir qilish yoki amr ma'ruf yoki nahiy munkarlarni to'g'ri ishlatish yoki fikrni joyiga tekkizish, joyiga yetkizish degandek nuqtalarda bu taxim ro'shan ifodalandi yoki ko'riladi. Egallanma aqlniki cheki yo'q. Balki u ishlatgan siri aql ziyoda eshitmaydi. Agar tashlab qo'ysa aqlni ishlatmasa, belab turmasa, bu aql kamlab ketadi. Demak, bu kasbiy aqlning yoki egallanma aqlning taraqqiy qilishi ikki nuqtaning yoki ikki tarafning birisi bilan texmi bak jonlanadi. Birinchi aqlni nihoyatda ko'p ishlatish orqali bu aql texmi jonlanadi yoki yuksiladi. Navoda havoyi havas qatorliq qalbi yoki nafsi to'sanjilar buning qarshi chiqmasa va yoki shahvoniy nafsiy tuyg'ular aralashib olmasa, bu aql texmi ishlatish orqali o'sib yetiladi. Demak, shu kasbiy aqlniki o'sib yetilishiga shu ikki qalbi yoki nafsi to'salg'i vakini, biri havoyi havas, biri shahvoniy nafs. Masalan, yoshda cho'ng bundaq odamlar nurg'un tajribalar yoki aqlga ega bo'ladi. Bularning fikri nihoyatda tamkin, to'g'ri bo'ladi. Nemishqa? Bularning tajribasi nihoyatda ko'p. Bularning qilgan ishlari ko'p bo'lg'achqa. Shuning uchun arablar o'ziniki ko'na cho'ng shayxlarniki, işte qari challarniki fikrlarini bakrak maqtagan, so'yingan. Hatta ular dediki, shu arablarniki maqolida cho'nglar tamkinlikning darxidir, xabarlarning bulqidir, ularning otgan o'qi taymas, ularning hech qanday bir aqli yoki ularning gumon taxminlari qoymas deb javob bergan. Agar ular seni bir ishda, ya'ni yomon, nachar ishlarni ko'rib qolsa, to'sidi. Agar seni go'zal ishlarni ko'rsa, sana yordam berib, seni maqtaydi, qo'llaydi. Shunlashqa arablar deydi, sizlar muhtoj cho'ng, qari, tajribali odamlarning fikrini ilinglar. Amaliyotda ularning mijoz quvvatidagi zakilik yo'qolgan bo'lsa-mu, ya'ni es tuyg'ularida gap tutanmaslik yoki es tutanmaslikdek bunday aqliy ojizlik bo'lsa-mu, amaliyotda ularning ko'zlarida nurg'un ibratlik, tajribalik holatlar ko'zida ko'rinib turdi, ko'zi orqali. Ularning quloqlariga nurg'un o'xshamaydigan xilma-xil o'zgarishchan hodislar jaranglab kirib turgan. Shunga bir donishmandlarniki kitoblarida ömür uzun bo'lgan odam badanining kuchi ojizisimi, aql kuchi davomli eshitmaydi deyilgan. Va shundaqla bundaq hikmat kitoblarida kunlar tarix nodon odamni o'ngshaydi degan. Yoki bilimsiz odamlarni o'ngshab, uning nurg'un bilmagan narsalarni o'g'itadi degan. Hatta bir qism donishmandlarning aytishicha, tajriba saboqning o'zi yetarli o'rganishdir. Kunlarning o'xshamagan boshqa kelishi bu nihoyat yetarli ibratdir degan bo'lsa, bir qism fasohat ahli tajriba aqlning ayniki, o'zining havoyi havasi, quruq orzulari bilan oldinish, uningga mamnun bo'lib yurish nadonlik jaholatning mevsi degan. Bir qism adiblar deydi-da, o'tmishdagi qilib qolgan xabarlarni, tarixlarni deb bergan bo'lsa, mana yetarli. Bundaqla tajriba baqqan aqldorlarga nisbatan bu ibrat yetarli deb shunday qilgan. Demak, bu yerda o'tmishdagilarning qilmishlari odamga aql o'rgatishdagi muhim demoqchi. Hatta bir qism shoirlar bundoq deydi: "Qarmamsiz aql degan aqldorlar uchun bir go'zal zinat. Lekin bu aqlning kamolatga yetishi nurg'un tajribalar orqali o'ttirib chiqadi yoki yuz berdi" degan bo'lsa, uningdan boshqa shoirlar
İnsanın ömrü apetsiz uzun bolsa, bunun üçün kunlar davamlıq arka aql ügütüdü degan. Bu yer apetsiz insanın ömrü uzun bolsa degeni şahvetsiz, havai hevesga ergashmasdan, g'am qayg'usiz holatda. Ya'ni o'zining aqlini bu yerda yo'qitib qo'ygudek yoki aqlini mashg'ul qilib qo'ygudek holatda yashamay, aql holatda yashagan bo'lsa demakchi. Ya'ni undoq. Ammo hamda ikkinchi nuqtadan ilib o'tgan vaqtida kasbiy aql aqlni ko'p ishlatganda va nurg'un tajriba saboqlarga ega bo'lgan vaqtida bu aql oshidi dedik. Ikkinchi sabab aqlning eshishi, aqlning ziyoda bo'lishi uchun ikkinchi sabab bu odam naiti to'limi farosatlik, zirak, onundan boshqa bu odamniki hozir javob bir ishlarni naiti tez javob bera oladigan, tez ko'rsata oladigan taxmini kuchli odamlarda. Mana bu orqali bu insonning aqli taxmi yani ziyoda bo'ladi. Navoda mushu holatlar tug'ma aql bilan orlasa, bu ikkisining natijasi bu egallanma, erishilma aqlning o'sishini, taraqqiyotini texmi bak ilgari suralaydi. Shundaqla nurg'un bir voqealar, hodisalar yuz bergan vaqtida bu odamniki aqli nihoyatda komil, fikri nihoyatda go'zal holatda bo'ladi-da. Shuning boshqa Haram ibn Qutba degan kishi mundaq degan. Bu kishi sahobiy kishi. Arablarniki ayni vaqtdagi nihoyatda donliq donishmandlarniki biri. Islomiyatni deb musulmon bo'lgan va shunaqli bir sahobilik sharafga erishgan. Bu odamniki fikr ra'yi qaytarilmaydigan, to'g'ri fikrlik bir odam ekan. Ayni vaqtida bu jahiliyatda bo'lgan voqea bo'lsa kerak. Amir ibn Tufayl bilan Alqamat ibn Ulasa degan kishi Haram ibn Qutbaning qishig'i borganda bizniki ishimizni orib qo'y, bir pichib qo'y. Shu vaqtida bu odam bu ishga aylanib mundaq degan. Sizlar nihoyat yeshik, kichikroq, yoshroq bolaning qishig'i beringlar. Fikr o'tkir, zehni o'tkir kishining qishig'i beringlar degan. Lekin bu yerda Haram bu yerda o'zi bu ishqa bir achirib olmaydi, o'zi qochuvgan bu ishga aylandi. Qochirish orqali yuqorqi gap bilan qochuvgan hamda. Sizlar bir yoshroq bolaning qishig'i beringlar, o'tkir, zehni o'tkir odamning qishig'i beringlar deb. Lekin ishga aylan buningki bu so'zni inkor qilmagan, bu to'g'ri gap qildi deb bu haqiqatga bo'ysungan. Shuning bilan bular Abu Jahlning qishig'i borgan. Abu Jahlniki vaqtida yosh payt ekanda, yosh kichik, zehni nihoyat o'tkir. Abu Jahlmi bu nihoyat aqlli odam Arablarning ichida. Nauzubillah, endi shu g'urur, shahvat, kibr, havoi havas bu insonda mushtaq dindan yiroq qilgan hasad, kibr yomon shu oqibatlar bilan o'lishiga sabab bo'lgan hamda. Bu ishkalarning orasida bu hukm qilib pichib qo'yishni unutmagan. Oxirida yana Haramning qishig'i yana qaytib borgandan keyin bu odam bularning ishini pichib qo'ygan. Muhim yerda Haramniki shu nihoyat kallasi, zehni o'tkir, yosh odam kerak degan so'zning o'zi bunda tug'ma aqlni, zehni o'tkir odamniki aqlliq bo'lganligini bu yerda ta'kidlayotdi. Bu vaqtda Lubayd degan shoir, Arabniki nihoyat donliq shoiri, bu odam shundoq deydi: "Ya Harim ibn al-akramin mansiban innaka qad utita hukman mu'jiba." Ey ulug'larning bolasi, esil zotlarning bolasi Harim, mansibing ulug' odamsan. Sen shundoq bir odamniki havasini keltiradigan bir hukmga, aqlga ega qilingan inson ekansan deb maqtagan. Demak bu arablarning orasidagi nihoyat muhim ishlarni pichib qo'ydigan bir odam. Hamda arablar yana shundoq deydi, mushta yosh kichik yosh bolalarniki maslahatini ilinglar. Ular sizlar endi yosh bolalarniki maslahatini ilinglar. Chunki ular ko'nmagan yangi fikrlarni ishlab chiqaradi. Shundaqla qarilikning ojizliklari yoki ojizlik besib olmagan yangi fikrlarni paydo qiladi degan. Hatto shoir yana mundaq deydi. Tuvandagi bu shoir mundaq deydi, bu aql deganni bu bulab ilib oladigan narsa emas. Yoki yili qarab taqsimot qilingan narsa emas. Hamda yillar taqsimot qilib bo'lib bergan taqdirdimi, dadalarning erishadigan yana shu o'g'illarning nasibisi, avlodlar nasibisi ulushi deydi. Hamda donliq shoir Asmai'ninki bayon qilishicha, Asmai Abdulmalik ibn Qurayb nomi bilan mashhur bo'lgan o'z davridagi nihoyatda donliq aqlli hofiz. Arablarning she'ri, tarixini nihoyatda yaxshi biladigan,
çöl bayavallarda muş Araplarning orasida yurib, Araplarning orasidagi mushu adabiy folklorlarni ko'p yiqqan odam bu. 216-yilları Hicriyaniki Basirda o'lib ketgan. Bu Abbasiylar davridagi büyük alloma. Bu adam dedi-de, men bir kuni mushu Araplarning bolalaridan kichikroq bir bolaga gap qildim-da. O man gaplar shunda bir odamga zo'q berdigan, fasohatlik, gaplar shunda mashhur, bir xil tatliq, yiqimli gaplarni qildi-da. Shuning bilan men undan so'radim. Senga mushu 100 ming dirham puling bo'lib, ahmoq bo'lsang, shunga sana xursand qilamdi. Sen shunga mamnun bo'lamsa dedim deydi-da. Hamda 100 ming dirham pul degan bek cho'ng pul bugun kundagi milliard degandek gapildi. O bol depti, yo'q, azbiray xudo unda nemişqa undan men memnun bo'lgudekman. Dedim ben, nemişqa deb yana sordum deydi. Mening ahmoqliqim tufaylidan bir jinoyat o'tkazib qilib, bir ahmoqliqim tufaylidan melim ketib, mal dunyodan ayrilib, ahmoqonliqim men qilib qolmasin deyapman. Bu yerda mal dunyoga tegishmayman deydi o'zining aqlini. Mana shunday fikri o'tkir bolalarniki tarixini so'zlab bergan. Demak, o'z davrida bu shunday aqlliq bolalar o'tgan demakchi. Endi Imom Mavardi rahmatullohi alayhi shunday deydi, "Va bolaga qaranglar. Qaranglar buning zakovatining kuchliligini. Da buning zakiyligi, buning farosati shunda yaxshi. O o'zining yosh cho'ng yoki tajribalik odamlarning xiyoliga kelmaydigan gaplarni qilib, bu yerda tajriba yoki bo'lmasa bir boshqalarniki buni xiyoliga kelmaydigan nozik inchik temalarni bu bola yo'ritib bergan. Bu nima degan vaqtida bu farosatniki, hozir javoblikniki pishqonligini bildirdi. Bu farosat, bu zakiylikdimi go'zal bir hodisa bo'ldi. U bo'lsa-mu Ibn Qutaybiyaning deyishicha, Umar ibn Xattob raziyallohu anhu bir kunsi bir o'ynayotgan kichik bolalarning qishida o'tibdi. Ularning ichida Abdullah ibn Zubayr bakında. Hamda Umar ibn Xattob xalifa hayvetli odam bu. Hatta o shaytonmi Umar mang'an ko'chada mangmaydigan shunday hayveti va o'ziniki qalbi kuchli odamda. Shunda hammalar qochib ketibdi-da Umar ibn Xattobdan. Lekin Abdullah ismli bir bola qochmay tug'di. Umar ibn Xattob so'rabdi, "Nemishqa adashlaringga o'xshaysan, qochmading?" degandikin, Abdullah javob beribdi, "Amirul mu'minin, sizdan qo'rqig'idek men jinoyat o'tkazmadim. Yo'l tor emas. Sizga bir kengri qilib beray, yo'lni ochib beray degidek. Yo'l kengri. Men sizdan qo'rqig'idek hech chiqmadim. Shun qochmadim" deb javob bergan. Mana bu keyingi davrda xalifa bo'lgan Najjajning qo'lida o'ldirilgan Abdullah ibn Zubayr degan shu nihoyatda cho'ng ishlarni tavratgan odamlarniki biri. Demak, shu kichkidagi aql cho'ng bo'lganda-mu nihoyatda cho'ng ishlarga ta'sir ko'rsatadi demakchi bu yerda. Endi bu javobga qaranglar deydi Imom Mavardi. Bu yerdagi bu bolaning zerakligi va fikrining o'tkirligi, hozir javobligi va undan boshqa o'zidan malomatni yo'qotgan. Yana men gunoh qilmadim-ku deb nimish qochmading degan Umarniki sinoq shaklidagi malomatni o'zidan yo'qotyapti. Nimish men gunoh o'tkazmasam nimish qochma. Hatto o'zining gapini isbotlab ber, dalil turg'izayapti. Yo'l kengri mana degan gap bilan. Shunlashqa zakovatning intihosi yo'q, cheki yo'q. Hozir javoblikningmi oxiri yoki uning cheki yo'q. Bunda deganligi hamda yosh bolalarmi hayotda nurg'un hikmatli gap qildigan, hozir javob aqlli odamlar to'la dunyoda. Bu tugab ketmaydi. Buni yoki hozir javobni yoki aqlni bunda metrjin qo'yib, machilik deb uni o'lchigli bo'lmaydi. Ne aql ustida aqlliq odamlar bor demakchi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.